Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi tarix o'tish metodikasidan mavzumiz darsdan tashqari ishlarning maqsadi. Demak, reja birinchi darsdan tashqari ishlarning maqsadi bo'sh vaqtni foydali o'tkazish. O'zi darsdan tashqari ishlar deganda nima tushuniladi va keyingi rejamiz darsdan tashqari ishlarning turlari, sinfdan tashqari ishlarning samaradorligi bugungi suhbat mavzumiz bo'ladi. Demak, darsdan tashqari ishlar nima? Darsdan tashqari ishlar bu o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiluvchi faoliyat turidir. Bu ishlar o'quv jarayonini boyitadi. Tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirishda albatta yordam beradi. Asosiy maqsadlar nima? Asosiy maqsad o'quvchilarning qiziqishi va iste'dodlarini rivojlantirish, ijtimoiy faollikni oshirish, axloqiy, estetik tarbiyani shakllantirishdan iborat. Hamda bo'sh vaqtimizni mazmunli o'tkazish hisoblanadi. Darsdan tashqari ishlarning maqsadining ichida birinchisi bu shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash. Demak, shaxsiy rivojlanish o'quvchilarda rivojlanish juda ham muhim hisoblanadi. Bunda mustaqil fikrlarni rivojlantirish, tashabbuskorlik va ijodiy yondashuvni rag'batlantirish va eng asosiysi esingizda qolsin, liderlik fazilatlarini shakllantirishdan iborat hisoblanadi. Ijtimoiy va axloqiy tarbiya, jamoa bilan ishlash ko'nikmasini o'quvchilarda shakllantiradi. Bundan keyingisi vatanparvarlik va insonparvarlik kabi qadriyatlarni singdirish. Keyingi tarbiyamiz o'zaro hurmat va muloqot madaniyatini rivojlantirishdan iborat. Amaliy ko'nikmalar esa o'quv jarayonidagi nazariy bilimlarni mustahkamlash, ekskursiyalar, loyihalar orqali tajriba orttirish, fan va texnikaga bo'lgan qiziqishlarni oshirishdan iborat hisoblanadi. Xo'sh, o'quvchilarning bo'sh vaqtini foydali o'tkazishda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'sha sport, san'at, musiqa, fan to'garaklari orqali salbiy ta'sirlardan biz o'quvchilarni saqlaymiz. Ikkinchi, o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi zararli axborotlardan chalg'itamiz va o'sha darsdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarning eng birinchi bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishda muhim rol o'ynar ekan. Darsdan tashqari ishlar o'quvchilarning barkamol shaxs bo'lib shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Har bir pedagog bu ishlarni to'g'ri yo'lga qo'yishi lozim. Demak, pedagoglar biz ta'lim berish bilan birgalikda o'quvchilarga tarbiyani ham bir yo'nalishda olib borishimiz kerak. Bu esa o'quvchilarimizning barkamol shaxs bo'lib rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Darsdan tashqari ishlarning maqsadi bu maktab yoki o'quv muassasasidagi asosiy o'quv jarayonidan tashqarida tashkil etiladigan tadbirlar orqali o'quvchilarning bilim, ko'nikma, tarbiya va ijtimoiy faolligini rivojlantirishdir. Quyida mana shu maqsadlarni batafsil keltirilgan. Bu shaxsiy rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash, o'quvchilarning qiziqishlari va iste'dodlarini aniqlash hamda rivojlantirish, ularda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuvlar va tashabbus ko'nikmalarini oshirishdan iborat hisoblanadi. Ijtimoiy va axloqiy tarbiyani kuchaytirish. Demak, ijtimoiy va axloqiy tarbiya ham muhim tarbiyalarimizdan hisoblanadi. Bunda jamoa bilan ishlash, muloqot qilish va madaniy xulq-atvorni shakllantirish, vatanparvarlik, insonparvarlik va mas'uliyatlilik kabi fazilatlarni tarbiyalash muhim ekan. Bilimlarni mustahkamlash va amaliyotga tatbiq etishda o'quv jarayonida o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash va hayotiy holatlar orqali chuqurlashtirishdan iborat. Tajriba, ekskursiya, loyiha ishlari orqali esa o'sha amaliy ko'nikmalarni oshirishga yordam beradi. Bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish. O'quvchining bo'sh vaqti bu dushmanning ish vaqti. Demak, yoshlarimizda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishimiz asosiy, demak, yo'nalishlarimizdan biri hisoblanadi. Bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etish o'quvchilarning o'sha foydali va mazmunli o'tkazishga o'sha o'qituvchilar yordam berish kerak. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun turli to'garaklar, sport, madaniy tadbirlar orqali salbiy ta'sirlardan himoya qiladi. Ijtimoiy faollik va liderlikni rivojlantirish o'quvchilarga tashabbus ko'rsatish, mas'uliyat olish va jamoatchilik o'sha ishlarida faol ishtirok etish imkonini beradi.
Sinfdan tashqari ishlar, darslar, o'sha darsdan tashqari ishlar deganda o'zi nimani tushunamiz? Bu o'quv dasturlaridan tashqarida o'quvchilarning tarixiy bilimlarini chuqurlashtirish va kengaytirishga qaratilgan tadbirlar majmuasi hisoblanadi. Asosiy vazifalari o'quvchilarda tarixiy ong va tafakkurni shakllantirish, tarixiy voqealarga mustaqil baho berish ko'nikmalarini rivojlantirish, vatanparvarlik va fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash, estetik, madaniy va ijtimoiy faol shaxsni rivojlantirishga hissa qo'shadigan ishlar bu asosiy darsdan tashqari ishlar. Qanaqa turlari bo'lishi mumkin? Demak, birinchisi tarixiy ekskursiyalar. Muzeylarga, tarixiy yodgorliklarga tashriflar, mahalliy tarixiy joylar bo'yicha sayohatlar, amaliyotda tarixiy manbalarni o'rganish. Fan to'garaklari, masalan, yosh tarixchilar, tarix faniga tarixchilar klubi, tarixiy mavzudagi ilmiy maqolalar yozish, o'sha tarixiy questlar, ya'ni intellektual o'yinlar tashkil etish, buning ichiga o'sha zakovat intellektual o'yinlari yoki tarixdan sadolar intellektual o'yinlarini ham kiritishimiz mumkin. Adabiy va dramatik tadbirlar. Albatta